Bizga bu qismda tunji bo'lib Doktor Rahila Kashg'ari Uyg'ur o'quvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklar va uni hal qilish choralari degan temada leksiya so'zlab beradi. Qani sahnaga marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, hammalar xush kelibsizlar. Men Uyg'ur o'quvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklar va ularni hal qilish usullari haqida o'zimning ko'z qarashimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Biz nimishqa Uyg'ur o'quvchilar temasini tilga olamiz va nimishqa ularning qiyinchiliklariga diqqat qilamiz, nimishqa ularning qiyinchiliklariga yordam qilishni orzu qilamiz yoki tilga olamiz degan masalani biz o'tirib qo'yish uchun oldi bilan hozirgi vaziyatimizni tushunib chiqishga to'g'ri keldi. Hozir bizning Xitoy bilan oramizdagi kuch farqimiz nihoyatda cho'ng'ib ketdi. Buningdagi hal qiluvchi omil nima? Buningdan 70 yil burun biz Xitoy bilan ustalga o'tirib sulh tuzishga qisgan bo'lsak, Xitoyni uch viloyat inqilobi deb ismlantirgan bizning milliy mustaqillik urushimizning portlashi bilan birga biz Xitoy bilan ustalga o'tirib 8 oy davom qilgan bir suhbatni o'tkazadigan bo'lsak, o'sha vaqtda 70-80 yildan keyin biz nimada hozir Xitoyni mushundaq ustalga o'tkazolmaymiz. Buningdagi sabab nima? Buni o'ylashimiz kerak. Undan keyin hozir bilim dunyosi Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirishda bilimning qanday roli bor? Buni o'ylab chiqishimiz kerak. Va bilim nima bilan bo'ldi? Oliy ma'lumotli kishilarning yetishib chiqishi bilan va bu kishilarning bilimni yangidan shakllantirishi yoki ijod qilishi bilan bo'ladi. Bu oliy ma'lumotli yoshlarni biz qanday yetishtirib chiqamiz yoki ularning yetishib chiqishida biz qanday rol o'ynaymiz? Mushu masalani o'tirib qo'yish uchun biz hozirgi yoshlarning oliy maktablarda o'qiyotgan o'quvchilarning masalalariga nazar og'dirishimiz kerak degan tushuncha bilan men bu leksiyani tayyorladim. Endi biz Xitoy bilan oramizdagi kuch farqining bunchalik cho'ng'ib ketishining sababiga qaraydigan bo'lsak, hozir bizda bilimli insonlarning sonining nihoyatda oz bo'lganligini ko'ramiz. Umumiy nüfusga nisbatan elib aytganda bizning vatanimizda o'qigan ziyolilar 1949dan keyin har xil sabablar bilan o'ldirildi. Buni hammamiz bilamiz. Har xil ismlar bilan o'ldirilib, nimalarga palashlarga uchrab, qiyin og'ir ishlarda ishlashga majbur bo'lib, o'zining bilim bilan mashg'ul bo'lgan hayotini turmalarda o'tkazdi yoki og'ir ishlash joylarida o'tkazdi. Shuning uchun bizning umumiy nüfusimizga nisbatan elib aytganda bilimlik, yuqori ma'lumotli insonlarning saviyasi ya soni nihoyatda oz. Undan keyin umumyuzlik bir nodonlik bosqichi bor. Bu 20-asrning beshida biz buni ko'ramiz. Jadidchilarning hayotidan ko'ramiz. Bizning vatanimizda bir oliy maktab hozirgi ma'nodagi zamonaviy oliy maktab bo'lmaganligi uchun kishilarning chet ellarga o'qishga borganligini, bu chet elning Xitoy emas, Sovetlar Birligidagi turk jumhuriyatlarida bo'lganligini, Toshkentchilar degan ism oshadan kelgan. Shuni ko'ramiz. Undan keyin manqurtlik deb ismlantirgan bir kishilarni ko'ramiz oramizda. Buni men yana maqolaning keyingi bosqichlarida tushuntirman. Bu yerdagi manqurtlikni hozir qisqacha tushuntirsam, o'zligidan uzoqlashish va milliy qadr-qimmatlarga yotlashish deb tushuntirib o'tishga bo'ldi. O'zining kimligini bilmagan, o'zining tarixini, o'zining shonli tarixini bilmagan insonlar yetishib chiqqandan keyin bir robotga o'xshash boshqalar qayoqqa yetilsa shu yoqqa mangadigan, boshqalar uchun xizmat qiladigan, o'zining manfaati uchun emas, o'zining xalqining emas, xalqning manfaati uchun o'zining xalqiga ziyonkashlik qiladigan insonlar yetishib chiqdi. Bu har vaqt aramizda ba'zi tarixiy bosqichlarda ko'p bo'ldi, ba'zi tarixiy bosqichlarda oz bo'ldi, ammo butunlay yo'q bo'lolmadi. Shuning bilan bu omillar bizning
kuchimizni ojizlashtirishga boshladi. Albatta, bundan boshqa nurg'un omillar bor. Bu yerda endi qisqacha asosliq mushularni deyishga bo'ldi vaqt munosabati bilan. Xitoy bizni qarshi taraf deb qarab, biz bilan sulh tuzish uchun ustalga o'ltiramdi hozirgi sharoitda. Buni qaraydigan bo'lsak, biz bu kunga qanday keldik? Xitoy biz bilan hozir sulh tuzib ustalga o'tiradigan, biz uni majburlaydigan kuchga egami? Bunga qaraydigan bo'lsak, biz bu kuchimizni qachon yo'qotib qo'ydik? Yoki Xitoyning ishg'oliyatiga qachon kirdik deb qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizning tariximizda 17-asrdan boshlab bu Xitoyga qul bo'lish taqdiriga ul silinganligini ko'ramiz. Vaqt munosabati bilan buning tafsilotini o'qimayman. Kitob taqdirldi, kitobda texnik tafsili bor. Shuning bilan bizning sarson sargardonlik hayotimiz boshlandi. Endi oliy ma'lumotli, bilimlik insonlarning ko'p bo'lishi nimishga yaraydi? Agar biz bir kemani o'ylaylik, kema yo'lini yo'qotib qo'ydi, nishondan ezib ketdi. O vaqtda yo'lni bildigan kishilarning soni ko'p bo'lsa, biz o'ng'imamiz desa, o'ng'imangdiganlarni qo'llaydiganlar jiq bo'lsa, kema o'ng'imangdi, nishon o'ngdi bo'lsa, to'g'ri yo'lga menib maqsadga yetalaydi. Agar o kemada yo'lni bildigan odam bir tal qilib, qolgan yuzlarcha kishi yo'lni bilmaydigan va xato bildigan bo'lsa, hammasi so'lni ko'rsatadi. O vaqtda o'ng tarafni ko'rsatgan kishi yolg'iz qoladi va xato tarafga mengib hammasi ulab ketadi. Shuning uchun bu yerda bilimlik insonlarning ko'p bo'lishi bir jamiyatda, Uyg'ur jamiyati uchun elib aytganda Uyg'urlardan chiqqan bilimlik insonlarning ko'p bo'lishi Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirishda nihoyat muhim. Mushu nuqtadan elib aytganda bizning yoshlarni yetishtirishimiz bizning birinchi vazifamiz bo'lishi kerak hozir. Chunki bu ishlar adam bilan bo'ladi va Uyg'urlar bilan bo'ladi. Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirishni boshqa millatlar, boshqa xalqlar Uyg'urlarni tadqiq qilishi mumkin. Uyg'urlarga fikr berishi mumkin, maslahat berishi mumkin, ammo oxirgi qarorni ular bera olmaydi. Chunki ular Uyg'urlar emas, Uyg'urlarning yashagan hamma narsani ular birma-bir yashagan emas. Biz his qilgan narsalarni ular his qila olmaydi. Ular faqat tadqiqotchi yoki maslahatchi o'rnida turadi va ular hech qachon biz uchun, bizning manfaatimiz uchun ishlamaydi. Shuning uchun biz o'zimizning yetishtirgan odamlarimiz bilan da'vomizni etmoqimiz, boshqa chet elliklarning, boshqalarning fikrlarini anglaymiz, maslahatlashimiz, lekin oxirgi qarorni yana biz o'zimiz beramiz. Shuning uchun bizga o'zimizdan yetishib chiqqan qobiliyatli insonlar kerak. Agar bizda qobiliyatli insonlar bo'lmasa, o vaqtda biz boshqalarga muhtoj bo'lamiz degan gap. Mushu 3 viloyat inqilobiga doir cho'ng ishlar xotirasiga qaraydigan bo'lsak, shu kitobning 163-betida Xitoylarning qanday ustalga olib kelganligi, bu jarayon hammasi yezig'liq. Hozir biz nimishqa mushuni qilolmaymiz degan nuqtada biz bilimga ahamiyat berishimiz kerakligini tushunishimiz kerak. Shunday bir savol so'rag'im keldi ko'pchilikka. Korona vaqtida korona aşısini vaksinani boshqalar ijod qildi. Germaniyada yashaydigan turk ikki kishi ijod qildi va shu munosabat bilan Turkiyaga bu vaksinani setish qo'lga keltirdi. Agar Uyg'urlar ijod qilgan bo'lsa qanday bo'ladi? Mushu vaksinani. Uyg'urlar ijod qilgan bo'lsa, ben bu vaksinani ijod qildim. Qaysi davlatda yashasin? Buning patent haqqini men o'tkazib berish uchun men vatanimga mundaq siyosatlarning yuritilishini talab qilaman. Bo'lmasa men buni qilmayman degan bo'lsa qanday bo'ladi? Bizning taqdirimiz o'zgardi. Butunlay o'zgarmadi deylik. Bizning vatandagi o'sha azob chekayotganlar kamplar itilib azob chekayotganlar qutula oladi. Bularni biz o'ylab baqsaq bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bolalarni maktablarda o'qitish nihoyat muhim. Undan boshqa hozir o'qiyotgan yoshlarni yetishtirish texmo muhim.
Şu münasebet bilen ben bir sualname tayyorlab, anket oliy maktabda o'qiyotgan yoshlarga buni to'ldirish uchun avatdim yoshlarga. Bu anketda qatnashganlar to'g'riliq umumiy uchurlardan 3 savol bor, yoshlar duch kelgan qiyinchiliklardan 5 savol bor, yoshlar bu qiyinchiliklarni qanday hal qildi degan masalada 2 savol bor, qiyinchiliklarning yoshlarga qanday ta'sir bo'ldi degan nuqtalik 3 savol bor. Mushunaq bo'lib, jami 13 savol bor. Bu savollarning oz bo'lishiga sababmi ko'proq kishi qatnashsin demoqchi. Umumiy uchurlar qaraydigan bo'lsak, qatnashganlar 15 kishi, qizlar 12, o'g'illar 3. İctimai fan 12, tabiiy fan 3. Bularning ichida to'liq kursga qatnashgan kishi 4, magistr o'qiyotganlar 8, doktorlik o'qiyotganlar 3. Endi biz bundan nimani ko'ramiz? Bu san butun Uyg'ur o'quvchilarga vakillik qilolmaydi albatta. Ammo mushu qatnashgan o'quvchilarni nazarga olgan vaqtimizda ijtimoiy fan o'quvchilarning ko'pligini bu anketga, savolnomaga qatnashgan o'quvchilarning qizlarning ko'p qatnashganligini va magistr saviyasida o'qiyotgan yoki bitirganlarning ko'p ekanligini ko'rib olamiz. Yoshlar duch kelgan qiyinchiliklarning ichida kasb tanlash jihatda 126,7% kishi kasb tanlash jihatda qiynalganligini tilga olgan. Bu bizning o'quvchilarga yordam qiladigan, yo'l ko'rsatadigan shaxs va tashkilotlarimizning yetarsiz ekanligini ko'rsatdi. Ko'plari o'zi izlanib, o'zi qaror bergan bir kishi tanlagan kasbidan noiti xo'shalamasligini, yaxshi ko'rmaydiganligini, kasbini pushaymon qilganligini tilga olgan. Bu biz uchun bir yo'qotish. Bir kishining mayli bu doktora o'qiyotgan bo'lsin, mayli magistr o'qiyotgan bo'lsin, u bosqichga kelib bundan voz kechishi demak, u kishining vaqtiga, zehniga, shu vaqtgacha bergan ajriga uval bo'ldi degan gap. Bu aslida bunday bo'lmasligi kerak. Onundan keyin turmush chiqimlarini qanday hal qilganligi haqida 86,7 o'quvchi bir yoqdan ishlab, bir yoqdan o'qiydiganligini tilga olgan. Bu biz uchun bir numus. Chunki agar birisi tadqiqot bilan shug'ullanaman desa, u vaqtining dam olishdan boshqa vaqtining ko'p qismini shu kitob o'qishga, tadqiqot qilishga, izlanishga sarf qilish kerak, kutubxonalarda o'tkazish kerak vaqtini. Lekin bu bolalar ishlaydi. Turmushini qamdash uchun ishlashga majbur. Ammo ishlab, turmushini qamdab, eshib qolgan vaqtida o'qiydi yoki tadqiqot qildi. U vaqtida bu tadqiqotning natijasi qanchalik bo'lmoqchi? O'zining kasbidagi boshqalarni besib tushadigan, ularning hammasidan yuqori saviyada bir narsa o'tirib chiqara oladi bir tadqiqot natijasi. Biz qaraydigan bo'lsak, Yevropa, Amerikada, davlatlarda tadqiqotchilar bor, bizning tilimizni o'rgangan yoki boshqa turk xalqlarini tadqiq qiladigan. Ularga butun imkonlar berildi. Ular berib yerim ishlab, yerim o'qib, balkim ishlashi mumkin, ammo bizga o'xshash faqat turmushini qamdash uchun bir kitob olmoqchi bo'lsa, men ishlamsam bu kitobni ololmayman deb turib ishlaydigan ahvolda emas. Shuning uchun bu yerda bu o'quvchilarning turmushini qamdayanmasligi 86% o'quvchining ishlab turib o'qishi aslida bizning bu bolalarga yetarli darajada ega chiqmaganligimizni, bu bolalarga yetarli darajada bu bolalarni qo'llab quvvatlamaganligimizni ko'rsatib beradi. Bu o'quvchilardan yana %46,7% kishi maktabda kayfiyatini tanlashda qiynalganligini tilga olgan. Darslarda boshqalar bilan teng bu darslarni o'qimish qiyin emas ular uchun. Uyg'urlar chunki bek aqlli, bek tirishchan. Ammo o'zining kayfiyatini tanlashda qiynalganligini tilga olgan. Nimishqa? Chunki ular Uyg'ur jamiyatining bir parchasi. Biz buni mayli qabul qilayli, mayli qabul qilmayli, bu yoshlarmi biz yashagan butun dard alamni tang yashayotdi biz bilan.
ve aşu dətələminin içində oxub məlum bir nöqtəyə kilişkə tirişiyotidu. Şunun üçün biz özümüzün dətlərimiz bilan bo'lib ketib, bu dətni faqat mənlam yaşayapman, ata-anası bilan ko'rishaolmagan faqat men degan bir tuyg'u bilan harakat qilmasligimiz kerak. Buni butun Uyg'urlar, butun yoshlar yashayapti. Yana %33% o'quvchi qiyinchilik uchraganda hech kimni izlamaydiganligini tilga olgan. Uyg'ur tashkilotlarini izlaydigan kishi faqat 120%. Bu yana Uyg'ur tashkilotlarining to'liq ishonchiga erishamaganligini ifodalaydi. Agar bir tashkilot, nihoyatda kuchli bir tashkilot bo'lsa, bir o'quvchi qanday qiyinchilik uchirsa berib, men ash tashkilotga borsam menga yordam qildi yoki mening bu masalamni hal qilishimga bir yo'l ko'rsatdi degan bir ishonchisi bo'lsa, u cho'qim ashaga boradi. Undaq bir ishonchisi bo'lmaganlik uchun hech narsaga bormagan. Bumi bizning tashkilotlarimizning yetarli darajada ish qilmayotganligini ko'rsatdi. Bu yerda shundaq bir masala bor. Mening tashkilotim, mening tanishlarim. O'zining atrofidagi kishilarga, o'zi biladigan kishilarga yordam qilish, u bizning nimaga kelmagan bo'lsa, u bizning raqibga yoki bizning tashkilotga, u bizniga salom bermaydi, u bizni tunimaydi, bo'ldi, qo'yinglar uni deb. O'zi tunaydigan kishilarga yordam qilish. Bu to'g'ri usul emas. Bu dard hammamizning dardi. Bu vatan hammamizning vatani. Bu yoshlar hammamizning bir parchasi. Shuning uchun agar u kelmasa, biz uni izlab berishimiz, ular bilan suhbatlashishimiz, o har xil ideologiyadagi kishilar bir yerga kelib, boshqa ideologiya bilan urush qilish yoki put tepish uchun emas. Oxirgi nishonimiz nima? O oxirgi nishonga yetish uchun biz bir davlat bo'lsa, Sharqiy Turkiston, bu davlatning ichida har xil ideologiya bo'lishi mumkin. Yog'liq chekmaydigan bo'lishi mumkin, yog'liq chekadigan bo'lishi mumkin, yoki namoz o'qiydigan bo'lishi mumkin, o'qimaydigan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi mushu davlatning fuqarosi va mushu davlat uchun ishlaydigan kishilar. Va mushu davlatni oxirigacha davomlashtiradigan kishilar. Agar bir oilani o'ylaylik, bir dadaning 5 bolasi bor. Birisi o'g'ri, birisi olim, birisi yog'ochchi, birisi mo'zduz, birisi dehqon. O vaqtida bu dada ma olim o'g'ri mening bolam, o'g'ri mening bolam emas deb oqisini qilsa, u o'g'ri bir ish qilsa, bu dadani izlab kelamdi ekanman-da. Bu sening bolam. Sen uni tunimayman deb qutlanmaysan. Ha, mening bolam olim, bolam yog'och qoldi, bo'ldi, o sal Japalik ishlaydi ekan, men kiyimlar bak mehnat qildi ekan, dehqon mashina ekan, bo'ldi, men ularni mendan uzoq tutsin. Undaq narsa yo'q. U dadaning bolalari, hammasi uning bolalari. Davlat shunga o'xshaydi. O'xshamagan ko'z qarashdagi, o'xshamagan ideyadagi hamma odam, hamma Uyg'ur shu davlatning fuqarolari. Shuning uchun biz yoshlarga yordam qilgan vaqtimizda uning farqli ideologiyasi yoki farqli so'z harakatini asas o'ringa qo'ymasdan, uning agar hatto milliy tuyg'usi bo'lmasa, uni o'zimizga, Uyg'ur jamoatiga qozondirish uchun, bizga qaytarib akilish uchun kurash qilishimiz kerak. Ularga shunday bir mehr-muhabbat bilan yordam qilishimiz kerak. Bu o'quvchilarning ichida %86.7 kishi qanday qiyinchilik bo'lsin, kasbini davomlashtirganligini ifodalagan. Shunga qaraganda bu Uyg'ur bolalar qandaqli bo'lmasin, men tirishiman, jafo tasam mayli, oxirgi nishonimga yetaman degan bir ko'z qarash bilan o'qiyotdi. Demakki, bu ularning umidvor ekanligini ifodalaydi. Ve %60% o'quvchi o'zi turayotgan davlatda bir kishilik o'ringa ega bo'lganligiga ishonganligini va buning uchun tirishganligini bayon qilgan. %40 o'quvchi bo'lsa, boshqa davlatga ketgisi borligini bildirgan. Bu boshqa davlatga ketmak. Men bu yerda savolnomani tayyorlaganda anketni hech kimning ismini, hech kimning davlat tavalligini talab qilmadim. Shuning uchun men bilmayman bular kimlar. Bu yerda %40% o'quvchining boshqa davlatga ketishni orzu qilganligini nimani ifodalaydi? Bu yerga bo'lgan ishonchisini yo'qotib qo'yganligini ifodalaydi. Shuning uchun biz butun davlatlardagi ziyolilar o'zimiz turayotgan davlatlardagi yoshlarga ega chiqishimiz kerak. O yoshlarning ma'lum bir saviyada, ma'lum bir o'ringa ega bo'lishiga biz
qo'ldan tutishimiz kerak bo'lsa, bir nechimiz birlashib, mo'rimizga ep ko'tarib, uni aşağıya chiqarishimiz kerak. Bu bizning vazifamiz. Endi biz yoshlar uchun nimalarni qilib bera olamiz, qila olamiz? Bularning qiyinchiliklari yoki qiyinchiliklarga tutgan pozitsiyasini ko'rdik. Biz nimalarni qila olamiz degan vaqtida, shu maslahat berish jihatda haqiqatan to'g'ri maslahat bera oladigan shaxs va tashkilotlarning bo'lishi kerak deb qarayman. Undan keyin deganimdek, bütün davlatlardagi ziyolilar yoshlarga yordam berish kerak. Shuning bilan birga bizning qanchalik yoshlarimiz bor. Qaysi davlatda nima kasblarda o'qiyotdi, qaysi bosqichda kimlar o'qiyotdi. Buning bir statistikasi yo'q bizda. Biz bilmaymiz. Masalan, Turkiyada qancha o'quvchi bor, uni bilmaymiz. Kim nimalarni o'qiyotdi, uni bilmaymiz. Buni bir planliq, strategiyalik bir xizmatga aylantirishimiz kerak. Bir davlat, biz bir davlatning vakilleri, Sharq Turkistonning vakilleri biz hammamiz bu yerda o'tirgan. Shuning uchun biz bir davlatdagi ishlashimiz kerak. Bu yoshlarni biz bilib, qaysi kasbda qanchalik odam o'qiyotdi, unda bo'lsa bizga davlatimiz qurilsa yoki ozod bo'lsa, biz kessak, bizga yana qaysi kasblar, hozirgi zamonaviy kasblar, odamlar lozim. Biz shularga qarab sistemli bir şekilde kasblarga bo'lishimiz kerak, bolalarni yo'l ko'rsatishimiz kerak. Ondan keyin o'quvchilarga iqtisodiyotdan yordam beradigan kishilar va tashkilotlar bor, parcha-parcha. Bularni bir ko'lchak deb atashga bo'ladigan bir sistemaga bog'lab, o ko'lchakka hamma odam yordamini tashlasa, bütün o'quvchilar shu ko'lchakdan so'yishsa, bu şekilde belki texnik mantıqlı buldu deb o'ylayman. Bo'lmasa abim deganimda hammasi o'zi tunuydiganlarga yordam berdi, tunumaydiganlar bir chetda qoladi. Yoki yordam ismi bilan yig'ilgan pullarga ba'zilar samirdi. Ondan keyin shunday bir proje bo'lsa deb o'ylayman, oilalar bilan yoshlarni uchrashtirish, bolalarni uchrashtirish. Buni bizning yoshlarimiz qildi, qilganligini men bilaman. Ota-onasi yo'q kichik bolalarni yoniga berib, mehr yetkazish faoliyati deb o kichik bolalar bilan shu yoshlar oliy maktabda o'qiyotgan bolalar haftada bir kun birga vaqt o'tkazib, ular bilan ham o'zlari ma'naviy jihatdan bir tasalli topadi, ham o kichik bolalarga Uyg'urlar bilan munosabatlik narsani o'rgatadi, ularga illiqlik, mehr-muhabbat yetkazadi. Biz buni oilalar bilan yoshlar o'rtasida qila olishimiz mumkin. U yoshlarning oila muhabbatidan bahramand bo'lishiga, chunki oilalaridan ayrilib ketgan, oilalaridan xabar olamagan yuzlarcha yosh bor hozir chet ellarda. Ondan keyin doktorlar psixologik jihatda yoshlarga balkim yordam qila olishi mumkin. Hozir ham mavjud o'quvchilar mushundaq qiyinchiliklarni tortib o'tibdi. Endi bundan keyin yana bizga yangi o'quvchilar kelamdi, albatta keladi. Biz buni nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Chunki hozir vatanga berib kelayotganlar bor. Bundan keyin vatandan yana chet elga o'qishga chiqadiganlar bo'lishi mumkin yaqin zamonda. Ular kelsa, ularni biz qanday kutib olamiz? Ularni biz o'zimizning sepimizga qanday qo'shimiz? Ularni vatanimizning kelgusi uchun qanday tayyorlaymiz? degan masalani biz hozirdan o'ylashib, bular bilan munosabatlik ba'zi xizmatlarni, tayyorliklarni qilsak bo'ldi deb o'ylayman. Ondan keyin aytilish faoliyatlari, hol so'rash, mehr-muhabbat yetkazish, buni oilalar bilan yoki tashkilotlar to'rlarda e'lon berdi, u to'rlardagi e'longa qarata kelganlar keldi, kelmaganlar kelmaydi. Buningga bir chora tepish kerak, ko'p kishining qatnashishi uchun. Yoshlar ulgu bo'lalaydigan, kasbida muvaffaqiyat qozongan kishilarni yoshlar bilan uchrashtirish, bu faqat leksiya bilan bo'lmaydi. Ularni uchrashtirish faoliyatlari muhim. Avval deganimdek, har bir davlatda chuqur, nihoyat yaxshi yetishgan yoshlar bo'lishi kerak. Millat bular emas, biz birlikda kuchlik degan slogan bilan, degan shior bilan biz yoshlarimizni bo'rimizga ko'tarib, davlatning muhim o'rinlarga ishga kirishiga, millat vakili bo'lishiga, siyosiy partiyalarda muhim o'rinlarda xizmat qilishiga, ma'lum bir davlatda
davlat başlığı, Cumhurbaşkanı başlığı buluşuğa biz küçüşümüz gerek. Biz aşına kısak, o devletlerinin siyasi tesir kılalayımız, o devletlerinin Uygurlar için paydalı siyaset elip berişiğe veya ki Uygurlar için paydalı başka hizmetlerini kılışığa paydalı bulalayımız. Hazırca ben muşunu dep duray, bunun təfsilatı yine makalada yazılır. Köpçülükə rəhmət.